bitta ikkita kommentlar o'qidim Eldor bo'yicha. Men qat'iy aytib o'taman, Eldorni maydonda bajarayotgan ish ko'lami, o'sha qaytib zamonaviy hujumchilarni kuzatishingiz mumkin, hozir hammasi qaytadi. Eldorni raqiblar biladi. 2-3 ta futbolchi doim atrofida. Unga deyarli yuzi bilan darvozaga qarashga berishmadi. O'sha Lukumi bilan Davinson doim zich o'ynadi Eldorga qarshi. U nima qildi? O'ziga tortdi, birinchi to'pni qabul qilishga harakat qildi. Bitta narsa sal o'sha birinchi taymda o'xshamagani, pas bilan qanotga chiqarib yuborishga ham Munyos bilan Mohiko to'sqinlik qildi-da. Gol bo'lgan epizodda u yerda u nuqtadan 10 marta tepsa futbolchi, masalan, yarmidan ko'pi noaniq ketishi mumkin. To'p qochayotgan joyda havoda butun tanasini burib turib, qaysidir ma'noda o'sha zarba golni belgilab berdi. Shuning uchun men to'xtatishlarini so'rab qolardim, chunki bu liderlarimizdan biri, bu jamoaga juda